birinchi bo'lib Qodirovning uyidan gaz ussa qanaqa bo'ladi? Yo'q. Gazsiz uzoq yashash mumkin, lekin Qodirovlardan uzoq yashab bo'lmaydi. Gap mana shunda keldi. Rosti qo'rqib qoldik nomzod saylashga. Bizga juda qimmat tushmoqda. Ko'p tushirgan qovunlaridan bayinchilar ortda qolmoqda. Deyolmaysan musaffa osmon, daraxtlardan uylar oshmoqda. Nafas olma jonim bolajon, o'pkaginang chirib bormoqda. Asli shunday qovun qarorlar havomizni iflos qilajak. Demang bular binchoqlashar, tushda qurar yorqin kelajak. Yurtbosh suygan bir deputatni bir ovozdan olar ishdan ham. Buni ko'rgan ko'p yoshlar ketib, boshqa yurtni boy qilsa alam. Ta'lim qular chorasizlikdan. Bolam desang korrupsiyani yech. Aslida gazdan emas, ilmsizlikdan xalq kosasi oqarmaydi hech.